Yangi yil yaqinlashgan sayin bozorlarda şu yangi yilga aloqador narsalar ko'payib yotibdi. Buni deyishimiz. Yaxshimisiz, saqlayapsiz? Arzonchilik yere borib shuning ko'proq ko'raylik. Yaxshi, yaxshi, rahmat. Tamam, yaxshi. Bozorga erchalar ham chiqib ketibdi. Nechadan bu erchalaringiz? Necha deydi buni? 120 ming. Hammasi 120 mi? Belgiler 150'den. 150'dan 120 erchalar ko'p. Emonda bayramli o'njiqlar ham bo'lib ketibdi erchalar uchun bezaklar hamma. Uje bozorga kelsangiz, hurmatli do'stlarimiz, hamma shu ercha, percha, qaroban bormi? Qarobanchidan bu? Karoma 750. 750'dan mi? Süperler hava. Yaxshi. Yaxshi. Shavot buyum bozoridamiz, hurmatli do'stlarimiz. Bera kelishning sabablarimiz bor. Adreslarni tushunib olinglar. Bu taraf esa Agrobank tarafdan kelsangizlar, Azzamaxshari ko'chasi bo'ladi. Bu tarafdan Meshit tarafdan kelasizlar. Xullas, bozorning orqa ko'chasi deymiz. Bu buyum bozordan to'g'ri chiqqaningizdan keyin shu buyum bozorining oxirida bunda Diyor Dekor degan, ya'ni gullar makoni bor. Shavotdagi Optum gul do'kon desak bo'laveradi. Ya'ni berasiz, topishingiz mumkin bo'ladi. Dolg'an gullari, to'ylara, hattoki bir-biringizni tabriklashakda, ayolingizni tabriklaysizmi, uyingizda dekoratsiya uchun gul qo'yasizlarmi, hammasi uchun kerak bo'ladi. Xullas, bu yerning lokatsiyasini menimcha yaxshi tushundingizlar, hurmatli do'stlarimiz. Ichkariga giramizdan bu yerdan gullar bor ekan endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Harmon. Rahmat, bar bo'ling. O, gullarni to'ldirib tashladik-ku. Do'konni bu yerga ko'chirdingizmi? Ha. Oranda deng. Ha, avval dehqon bozori yonida edik, endi bu yerga ko'chdik. Yaxshi. Shura ko'chdik. Yangi yil narsalari ham bor ekan sizda. Erchaniki hammasi bor ekan yana. Sharlarimiz bor, har xil sumkachalarimiz bor. Qo'ng'iroqchilar, erchalar uchun. Ina bu narsa nechadan bu? Xlapushkalar 20 ming so'm. Shu 20 ming so'mmi? 20 ming so'm, ha. O, hurmatli do'stlar, bu 20 ming so'm. Men buni 30-40 dan olganman-da. Bunda 10 ming so'mliklar ham bor. 10 ming so'mmi bu? 15 ming so'mliklar ham bor. Al, necha yarım puldan sotib olasiz bularni? Bizlere bo'ladi. Dekorchi qizlarimiz uchun shar apparatlarimiz ham bor. Shar apparatlar yaxshi. Keyin bunda hozir sezon ketadigan narsa sumkachalarimiz bor. Bu sumkachalarimiz bir klass o'qituvchilarimiz kelsadan bir klass uchun shunday sumkachalar olsa, ikkisini podarkaga beraman shundan. Ha, ikkisini podarkaga qo'shib bersa, shuni har bola olsa, shundan. Ha, ikkisini podarkaga. Yana ikkisi plus podarkasini bo'ladi. Bu nechadan o'zi? 12 ming so'm. 12 ming so'mdan ekan. 12 ming so'mda shunda uychalar bor ekan. Bor, sumkada. Uycha sumka. Yaxshi. İçine padarishni vajda solib qo'ysa, bog'chachilarimiz uchun ham o'ng'ayli bu narsa. Keyin dekoratsiya degan qizlar endi har xil gullarimiz bor, kiloli barglarimiz bor. Endi gelin buketlarimiz bor 100 ming so'mdan. Ya, bu qizlar bir-birini otadang. Ha, bu gelin buketlarimiz 100 ming so'mdan yana. Yaxshi. Har xilimda savatchalarimiz bor. Dekorativ gullarimiz bor. Endi qara shaxsada gullarimiz yana. Shularni 100-120 sotqamiz 80 ming so'mdan beraman shularni hammasini. Bular 80 danmi? Savatchalarimiz ham yana har xil turlaridan. Bular nechadan bu? 170 ming so'm. 170 dan. Osilib turgan gullaringiz ham bor ekan. O'zlarimiz dekoratsiyaga ham ishlab beramiz. Endi gazollarimiz ham bor. Bular ham soni cheklanmagan miqdorda bu gazollarimiz ham. Keyin endi suvenir hisobida turadigan, uyda turadigan narsalarimiz ham bor. Vazalarimiz, o'rik gullarimiz bor. Endi dekorchi qizlar uchun, gul yasagan qizlar uchun endi kiloli barglarimiz ham bor. Zelenlar, barglar hammasidan topiladi. O'lchab necha so'mlik desa beraveramiz. Aha, yaxshi. Ina bularimiz ham bor ekan. Bular nima ketadi bular? Bu o'rik gullar bular. O'rik gullar, bahoriy gullar. Ha, salonlar uchun ishlasalar bo'ladi, dekoratsiya ishlasalar, ili daraxtlar ishlasalar bo'ladi bundan. Perlaringiz ham bor ekan. Perlar ham bor. Gullarga qo'yalaring buni? Bu vazalarimiz 300 ming so'mdan hammasi. Vaza guli bilanmi? Gulsiz varianti. Gulsiz varianti. Ha, gulsiz varianti 300 ming so'mdan. Ina hurmatli do'stlarimiz, xullas kelam hamma narsa bor ekan. To'y uchun ham, zakaznoy dolg'an gullar uchun ham, sahna bezakchilar uchun ham inan. Sahna bezakchilar ham endi gullarimizdan ham bor ekan bu ina. Ha. Ishlancha degan. 120 ming so'm. 120 mi? Ajoyib. Har xil svetlardan cheklanmagan, sifatimizda ko'p. Bu ham shu 120 ming. 120 mi mesela? Sifatimizda ko'p hali bo'ladi. Necha metr bu? Uzunligi? Mana narsa. Bu 20 chiqadi uzunlik. Bu asma gullar dekorchilar uchun. Podarkalik gullardan zakasni tayyorlab beraverasiz. Tayyorlab beramiz. Yozilgani bo'ladi, masalan, ko'pisi ayolimga deb yozdiradi, jannatim onam deb yozilgan. Havam tayyorlab beraveraman ularni. Endi ham yerda 8 ming so'm, 10 ming so'm sotilib turganlar, menda 5 ming so'm shulardan. Yorib olaman. Havam mevalarimiz 5 ming so'mdan. Boshqalarda 8 ming so'm shu mevalarimiz. Bemalol kelib olaveradilar.
Demak, hurmatli do'stlarimiz, ko'rib turgan bo'lsangizlar, Diyar Dekor mana shu bozorning orqa tarafida mo'l adresdan sizlarga aytganman, kelaverasizlar. Bu yerda narxlari haqiqatdan ham boshqa yerlar bilan solishtirib ko'rsadan kelaverasizlar. Arzon narxlarda ham bu yerda sizga nechik turdagi gullar kerak bo'lsa topsangizlar bo'lardi. Masalan, men uchun sahna bezak uchun Shovot buyum bozoridan yoki Shovotdan gul do'kon qidirdim, lekin bu yerda bor ekan, yana topildi. Reklama bahonada men ham topib oldim. Endi sahna bezak uchun shu yerga kelaveraman gul qidirmaga. Asa ishlaringiz omad, charchamang, har doim mana shunday chiroyli xalqimizga gullarni yetishtirib beraveringlar. Rahmat, salomat bo'ling.